Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Turma xotirlari mahbus ruhlar. Avtori Abduvali Ayub. Sadoqat tayiqi. Kamerda tunugun kechdim biri ko'rganlarimni o'ylagansiri ichim ochiq bo'ladi. Bir millat o'z tuprog'ida huquqsiz, xor bo'lsa, uning har bir a'zosi har qanday yerda, hatto kamerdimi huquqsiz, xor bo'ladi ekan. Mushu kamerdimu Xitoy mahbus kamer boshlig'i Uyg'ur urush so'qishga mas'ul cho'moqchi. Xitoy boshliq hech kimga yomon bo'lmay, ko'zlari bilan buyruq qilib qo'yib, tomosha ko'rib yotadi. Uyg'ur yanglarini shimaylab, maxfiy buyruqni oshkora ijro qiladi. Buyruqni qancha rahimsizlarcha ijro qilsa, shuncha ishonchga erishidi. Yangyong texi gundupaylar bilan rujakda kusurlashib, tamoq usuladigan rujakdin tamaka sungutkizdi. Ammo uni chekkanda bir qozoq kamerani to'sib turdi. Tükürük qaçsini Uyg'ur mulozim yuydi. Uyg'ur cho'moqchi yangdan oshgan tamakini bir sho'rolish uchun kuchuklanib ketadi. Shu bir tamaka tirnoqdek huquq. Cho'moqchi Uyg'urni Yangyongga shuncha mahkam bog'lab oladi. Kamerda Xitoy mahbuslar so'zman, qo'rqmas, tavakkulchi. Uyg'urlar kamso'z, qo'rqinchoq, ehtiyotchan ekan. Kamerda Uyg'ur cho'moqchi Xitoy aksiga ko'rsatib turib, Xitoydan Uyg'urni bakrak urdi ekan. Sababi cho'moqchi faqat o'zi Uyg'ur turib, Uyg'urni Xitoydan bakrak qattiq ursa, ondan uning naqadar millat tonimaydigan, naqadar xitoylashib bo'lgan, egisiga naqadar sodiq ekanligini isbotlansa kerak. Agar kamer boshlig'ining cho'moqchisi Xitoy bo'lsa, Uyg'urga o'ch bo'lmasala, siyosiy bo'lib qamalgan mahbuslarni Uyg'ur cho'moqchi urgandek urib ketmas bo'lg'aydi. Chunki u o'zi Xitoy bo'lg'achqa, o'zining qanchalik xitoylashib bo'lganligini isbotlashga, Xitoyga bo'lgan sadoqatini Uyg'urni urib namoyon qilishga ehtiyoji tushmas bo'lg'aydi. Meni zarbidorlik bilan urganning ismi Farhod ekan. Meni urishdagi sababni uning og'zidan angladim. Uning menga bo'lgan muomalasi, Yangyongning yumshoq muomalasini ko'rgandan keyin tuyuqsiz o'zgarib, "Qara aka, menga mo amal yo'q degina, mening bunchalik kun ko'rmakimmo oson emas. Uyg'urni Xitoydan bakrak urmasam, doim urib turmasam, loda kamir boshlig'ini demoqchi. Meni Uyg'urga yon bosdi, milliy hissiyoti kuchlik deb qoldi emasmi? Shuning bilan yo tamaka, yo tamoq yo'q, o'lsam bo'ladi" degan edi. Farhodniki sadoqatning siri ichilishga boshladi. Farhodning Uyg'urni bakrak urishidagi sababni anglab, mo'linib qoldim. Nada bo'lmasin, ish qilib Uyg'urning kuni tas edi. Ular qamoqxonada Xitoy kamer boshlig'idan jinoyat tayiqi yegandan sirt Uyg'ur cho'moqchidan sadoqat tayiqi yeb turadi. Undaqda Farhodning meni urishi so'roqchilar bilan munosabatsizmi? Bu qiyin qistoqlar faqatla Farhodning Yangyongga sadoqatini isbotlash uchunmi? Bu so'roqchilarning meni iqror qildirish vositasi emasmi? Soat 12 bilan tushlik tamoqimiz keldi. Yana 2 qator bo'lib tizilib, jinimiz chiqadigandak qarqirab, partiya va Xitoy kuylangan inqilobiy 4 naqshini varqirdik. Guruch suyi bilan muammo berildi. Qarasam boshda o'ltirgan Farhodning oldida to'xu qo'rimisi. Boshliq bilan qarshib o'ltirib, bir qanotni g'ajashqa boshlabdi. Tushlik 1,5 soatlik dam ilishda men Farhodning buyruqi bilan latakash tizishni o'rgandim. Karvatda o'ltirishga loyiq mahbuslar oyoqlarini salgan peti karvatdan o'rin oladi ekan. Biz pagahga xoslar ularning oyoqlarini yangi ko'niligi va razmeri bo'yicha tizib chiqar ekanmiz. Tushdan keyin yana shu oldimdagi mahbusning gadindagi tuklarni sanab, xiyolimni to'xtamay qamoqdan qochirib, vaqtni sanab chiqdim. Tutilgandan boshlab vaqt mening dushmanim bo'ldi. Televizordagi qizil tashviqot quloqlarimdan kirib, menamni g'ajashqa boshlaydi. Kardurga esilgan Beijing vaqtig'ila mangadigan soatning
tili meni zаңлык qilgandek midirlamay gediyip qarab turatdi. Şundaq sanab saat 4:30 bo'lganda yarım saatlik dam-olishga qo'yib berdi. Kashlik tamoqdan burun yana shu inqilobiy naqshlarga varqirdiq. Qo'rsoq och, lavlar usuzliqdan qurgan. Ammo ovoz cho'qim jarangliq chiqmasa, yana tamoq yo'q. Qachilarga usulg'ini suyiga uvoq much daritilgan yesvilik sho'rpisi bo'lib, uni azob sho'rpisi deydikanmiz. Bir qachamga, bir atrofimga qarab, amaldorlar yeyotgan tamoqqa ko'zim tushdi. Yana farqliq. So'rab bildimki, bularning yeyotgani kadr tamoqi ekan. Qarasam Farhod biliq qo'rimizga dum tushgan. Boshliqning istakaniga choy damligili turibdi. Kadrlar tamoqiga Farhod mas'ul ekan. Undaq ancha muncha go'sht va ko'ktatlar silingan tamoqlar ayrim buyuritiladigan. Uyg'urcha biladigan bir tunganning g'udrab berishicha, kamir boshliqi ovozini chiqara olmaydigan Uyg'ur tutqunlarning puliga tamoq buyurtib yeydigan. Siyosiy mahbuslarga pul kirsa bo'ladigan. Ammo nima buyurtishni kamir boshliqi belgilaydigan. Demak, qamoqqa pul kirgizgili bo'ladi. Lekin pul bar yerda setib olgili bo'ladigan narsa tamoqlar bo'lmasligi mumkin. Pul bu yerga qandoq kiradi? Qandoq bo'lib amaldorning qo'liga tushib ketadi? Tamoqdan keyin Yangyong Xitoycha biladigan ikki Uyg'ur mahbusga meni inqilobiy naqshlarning tekstini yezib berishga buyurdi. Ularga Xitoycha so'zni Uyg'urcha harflar bilan yezib bermay bo'lmaydi. İxtiyorsiz siyosiy mahbus deyilib qamalgan ikki balaga qaradim. Ularning chiroyidan bakmi qo'rqib ketganligi chiqib turadi. Til bilmaslik, nima bo'layotganligidan bexabarlik ularni texmi qo'rqitayotgan edi. Manga kechda qilg'udak ish chiqqanga xo'sh bo'ldim. Bo'lmasa, bu vaqt degan mal'un manga bezirib qarab turgancha oldimdan ketmaydi. Farhod, "Ata mahbuslik mashqi boshlandi" degan edi. Mahbus bo'lishnimi mashq qilamdigandi? Ügünedigan qoida, ish shuncha ko'p. Amdi mahbuslikda mashqlanadigan nim bordi? Agar mahbuslik mashqini qamlashtira olmasam, sadoqat tayqining qandoq yangi turlarini tetiydigandaman? 4 ulgilik naqshning tekstini Uyg'urcha harflar bilan yozish va 2 siyosiy mahbus balaga o'qishni o'rgatish bilan uxlashgacha bo'lgan vaqtni to'shqizib oldim. Nima bo'lsa bir ish qilib ichimni qurit yegandek azoblanmaganiga xo'sh bo'ldim. Ta'limga ular mendek bu naqshlarning tekstini va ahongini ozroqmi bilmagachga, uning ustiga Xitoy zvonidan churtlab bexabar bo'lg'achqa, o'gitishga yana xili vaqt ketadigandak qiladi. Manga 15 kungacha televizor ko'rishga yo'l qo'yilmaydi. Agar bu ish chiqmagan bo'lsa, xolaning yenidagi bo'londa jimjit o'ltirishga yoki kamir boshliqining ich pushqini chiqarish uchun Farhodning sadoqat tayqini yeyishga majbur bo'lgan bo'lardim.